katta rahmat. O'zi ko'rsatuvlarni tanlab chiqasizmi desam, jurnalistlarni ham tanlab chiqaman dedingiz. O'zi umuman kam ko'rinasiz efirlarda. Sabab nima? Talabingiz yuqorimi yo juda injiqmisiz? Yo'q, san'atkorman, qo'shiq aytishim kerak. Qo'shiq aytish o'rniga ha deb suhbatlarga chiqib yoki bo'lmasam intervyu beraveradigan bo'lsam, uni odamlarga qizig'i ham yo'q. Keyin Sog'intirib chiqishni yaxshi ko'rasiz. endi sog'intirib chiqqanda ham shu yangi qo'shiq bilan chiqishingiz kerak o'zi aslida. Endi sizga yo'q deyolmaganim sababi 1 yilcha bo'ldi agar adashmasam. Oshdi. 1 yildan oshdi. Ana qilamiz, yulduz, mana qilamiz dedim. Endi bugungi vaqt soati to'g'ri kelgan ekan, buni amalga oshirib qo'ymasak bo'lmasdi. Kuturib yulduzi ko'zi ko'karmasin degansizda. Oybek aka, ko'p qo'shiqlar va san'atkorlar yashab bo'lgandan keyin retroga aylanadi-da. Lekin siz bugun yashab turib retroga aylanganlardansiz. Buni siri nimada sizningcha? Endi Masallig'i. men o'zim bilmayman, buni sirini siz bilasiz. Agar siz bilmagan bo'lganingizda meni taklif qilmagan bo'lardingiz. Demak, nimadirki, bir narsadirki bor, shu sizlarga ma'qul keladigan. Shuning uchun ham chaqirgan bo'lsanglar kerak deymanda. O'lmaydigan qo'shiq yaratish bu taqdirmi yo omadmi? Bu gapim bilan yuksak qo'yib yo boshqa narsa bir nima qilmoqchi emasman. Qo'shiqni yaxshi bo'lishi uchun yulduz eng avvalo adabiyotni bilish kerak odam. Tarixni bilish kerak. Insonning qalbiga o'sha ezgulik kirib borish kerak. Yani bir she'rni olib o'qiganingizda, masalan, qo'shiq qilmoqchisiz, she'rdagi mukammallikni seza oladigan bo'lish kerak odam. Bu meni fikrim endi. Mukammal qo'shiqlarni o'zini tinglovchisi, o'zini ziyrak, xushyor tinglovchisi bo'ladi. Ba'zi bir ayrim saviyasiz qo'shiqlar yaralishiga shunda talabgor tinglovchilar aybdormi? Qaysidir ma'noda? Yo'q, unga tinglovchilar aybdor emas. Tinglovchini o'zi bevafo bo'ladi. Siz masalan ijod qilmay qo'ysangiz yoki bo'lmasam ijodingizda yaxshi mahsulot bo'lmasa, tanali mahsulot bo'lmasa, bu yoqdan yaxshiroq chiqqani bo'lsa, haliginga o'tib ketaveradi. Men qo'shig'ini o'zim qalbimga qarab aytaman. Yuragim nimani jizillasa, yuragim qaysi narsaga tortsa, shuni aytaman. Albatta men to'ybob qo'shiq qilishim kerak, bunaqa qilishim kerak degan tushuncha umuman menda mutlaqo uni uzoqdaman. O'zim rohat bilan aytsam, o'sha qo'shiq meni tinglovchilarimga yetib boradi. Birda emas, bir o'zingizga yoqmagan, o'zingiz ko'yingiz to'lmagan qo'shiq odamlarga ma'qul bo'lib qolishi mumkin. Ijod shunaqa narsada, shuning uchun ham aytadiki, ijod tagi yo'q. Kavlaverasiz, nima chiqar ekan deb kavlaverasiz. Birda oltin chiqadi, birda olmos chiqadi, yana birda kumush chiqadi, yana birda mis chiqib qoladi. Bu shunaqa narsa. Har bir inson qalbida o'zini qo'shig'ini aytadi. Bugun sizning ichki qo'shig'ingiz nimani aytyapti? Bu sahnada yo ekranda tomoshabin oldida aytiladigan qo'shiq emas. Endi juda ham murakkab savolni berdingiz. Buni men sizga yulduz tushuntirib berishim juda qiyin, sababi buni o'zim ham to'liq tushunib yetolmayman. Lekin o'sha siz aytgan narsa qalbimning ichidagi qo'shiq bor. Aytib yurasiz. Aytib yuraman. Lekin aytib bera olmayman uni. Uni chiqarib sizga mana qildi deb aytib bera olmayman. U borligini hozir aytmagunizcha bilmayotgandim. Shu savolni bermagunizcha. Lekin haqiqatda shu narsa bor. Lekin uni ifoda qilib bera olmayman. Bugungi davr xonandalari deylik. Sizni davringizdagi san'atkorlardan nimani o'rganish kerak? Achchiq bo'lsa ham bitta narsani aytaymi? Bu bor haqiqat. San'at buni bu yog'ida siz bilan biz tasavvur qilgan darajada bo'lmaydi. Afsuski shunaqa bo'ladi. Hozirgi davrda odamlarini kompyuter,
internetga kirib o'tirishlar, boshqa narsalar odamlar diydasini qotirib yubordi. Insonning qalbi qachon yumshaydi? Qachonki kitob o'qisa o'shanda yumshaydi, boshqa narsa bilan yumshamaydi inson. Men o'sha yoshlik paytlarimda birinchi o'qigan romanim Yulduzli tunlar bo'lgan. Pirimqul Qodirov. Pirimqul Qodirov. U paytda 7-sinfda o'qirdim. Birinchi o'sha romanni o'qiganman. Ayrim sahnalari yig'latganmi? Meni masalan yig'latgan. Men yig'laganman. Farzandini, Bilasizmi? dardini so'ragan joyda. Humoyindan o'sha meni jonimni olib, bolamni hayotini qaytarib bergin deb so'ragan joyi. Men o'shuning uchun o'g'lim otini Humoyun qo'yganman. Farzand ko'rsam, yosh bolaman, o'sha paytda aytganman-da. 7-sinf. Agar farzand ko'rsam, o'g'il farzand ko'rsam, albatta otini Humoyun qo'yaman degan. O'sha yulduzli tunlar muhrlagan meni nimamga shu Humoyinda. Nima uchun Humoyun qo'yaman deganman, Humoyinda otasiga sadoqatligi, vafodorligi, otasini izidan chiqmaganligi. Xullas o'sha podshohlarning ichida bu juda ham kamdan kam uchraydigan narsa, bilasizmi? Podshohlarda farzandlarining ichida otasiga sadoqatligi, vafodori tarixda juda ham kam bo'lgan. Chunki ular hammasi mehr oqibati, muhabbati boylikka, saltanatga o'tib, talashibga o'tib ketgan. Boburni o'rganishga tushganman men o'sha kitob orqali. Buni qanaqa insonligini, kim bo'lganligini, nafaqat podshoh, nafaqat shoir, bu butun bir insoniyatga, bitta bir odamga kerak, zarur bo'lgan narsalar hammasi Boburda mujassam bo'lgan. Va eng asosiysi Zahiriddin Muhammad Bobur Andijondan edi. Andijonda tug'ilgan. Siz ham Andijonda tug'ilgansiz va shunaqa satrlari bor u kishini she'riyatida. Andijonim qoldi mening, Andijonim qoldi mening. Andijonim u yerda. U yerda jonim qoldi mening. Va biz boshida kelishganimizda faqat Toshkentda syomka qilmoqchi edik ko'rsatuvni. Lekin shunaqa bo'ldiki, bugun shoshilinch Andijonga qarab yo'lga ketishga qaror qildik. Xotiralar ko'p Andijon bilan bog'liq. Va buyuklar, ulug'lar bosib o'tgan o'sha izlar ortidan xalqimizni, o'zbek san'atini, katta san'atkorini bosgan izlari, xotiralar bilan tanishish biz uchun ham, menimcha muxlislaringiz uchun ham juda qiziq. Qolgan xotiralarni Andijonda eslaymiz bo'lmasa Oybek. Bo'ldi, shunaqa qilamiz. Rahmat sizga. Endi yo'lga chiqamiz, endi Andijonga yo'lga chiqamiz. Bu yerda haligi mehnat darsi o'tadigan sinf bo'lardi. Kichkinagina maktab ekan, ko'zimizga kattaga o'xshab ko'rinardi kichkinaligimizda. Bu yerda lineyka bo'lardi. Kechga qolib kelganlarda hammasini chiqarib, jinsi shim kiyib kelganlarni ham o'rtaga chiqarib, forma qani deb qo'yardi. Men doim birinchi o'rinda edim. Bu yerda polini yog'lab qo'yishardi. Polni yog'lab qo'yardi-da, o'sha yog'da biz sirpanardik, uchardik. Shumi hozir ham mana shu sinflarda bizni yoshligimiz, barcha haligi shumliklarimiz, erka to'yliklarimiz mana shu yerda bo'lgan. Koridor sinflarda Qizlarga qitmirlik qilardik. Haligi endi yosh bolamiz-da endi baribir. Bir marta nimani sochini ozgina nima qilaman deb sal qolgan yoqib yuborishim esingizdami? Xudo bir saqlab qolgan. O'zim shoshilib mana qilib o'chiraman deb esingdami o'sha? Esingdamasa minavar sochini. Tarixdan dars o'tyapmiz, bilmayman 4-sinfmi deykin, 5-sinfdan kirganmidi bizga? 5dan. Bu yerga paxtani rasmini qo'yib, paxtadan chiqadigan mahsulotlarni rasmini chizib qo'ygan ekan. Hayotimda yog'ni yeyishni yaxshi ko'rgan emasman. Shu darsda o'tiraverib, qornim ochib ketdi, hali yog'ni ko'ra.
qani edi hozir bo'lganda shuni yeb tashardim. Yeb yuborardim deb shu xayolimdan o'tganda o'shanda. Men yaxshi o'quvchi emasman. Sinf ko'rmani yanada o'tiribdi. Mana sal sho'x bo'lganmiz-da. U o'qishga e'tibor bermaganmiz. U qirra bizda keyin ochildi. Haligi o'zimizni ichimizdagi narsa keyin ochilib chiqdi. Mana masalan o'sha adabiyotga, tarixga bo'lgan mehr, boshqa kitob o'qishga bo'lgan mehrlar, o'smirlik paytlarimizda bir hissiyotga berilgan paytlarimiz bo'ladimi? O'sha narsalar meni kitob o'qishga o'rgatib yubordi. Shu bilan keyin badiiy kitoblarda, tarixiy romanlarni o'qiydigan bo'lib qoldim. Keyin o'ylab qarasam, hozirgi kallam bilan maktabda o'qiydigan bo'lsam, demak yaxshi o'qirdim ekan degan xulosaga keldim-da o'zimga o'zim. Keyin haligi u paytlarda san'at bayrami, marhabo talantlari bo'lardi. Oldiniga doira cholardi. 6-sinfdami, keyin bilmayman, ketdik biznikiga. Biznikiga borib repetitsiya qilamiz. Qo'shiqqa qiziq. Qo'shiqqa nima qilib, keyin instrumentlar hammasi bor endi. Dadasi rahmatli hamroh bo'lib endi Alloh oxiratini obod qilsin. Bordik, uyda ekan. Do'da repetitsiya qilgani keldik. Kirish narigi uyga dedi, birinchi pianino chaldi. Uyda to'g'risida pianino bor, endi asboblar turibdi. Pianino chalib turib, keyin torni olib, torda nima qildi. Keyin o'sha paytlarda endi u paytlarda kam bo'lardi. Germanskiy g'alati soz bor edi endi. Amerikanskiy banjolar bo'ladi haligi. Shularni chalib, keyin repetitsiya qilsak, dadasi rahmatli eshikdan kelib qarab turgan ekan. Keyin nimani cholishyapsan? Mana yo'q. Manoni chalishib chiqib, menga chalish berasan. Keyin dadasi rahmatli keyin jichab bir soatcha shu mashq qildi, qaytarib keyin chiqib dadasiga chalib berdik. Mana tayinladik deb. Men nima uchun bular bilan gaplashaman? Bular bilan gaplashsam men maza qilaman. O'zi meni o'rtog'im yo'q, do'stlarim yo'q meni. Bu meni ikkita va shu yoshlikdan katta bo'lgan do'stlarim shular. Bular bilan gaplashsam mutlaqo boshqa odam bo'lib gaplashaman men bular bilan. Yoshlik yarq etgan chaqmoq lahzasi juft emas tog' deb bekorga aytmagan ekan. O'shani singari bir kelar ekan, chaqmoqni singari bir yonib turib, bir ketib qolar ekan. Esinglardami? Kecha qolib kirganimizda qish payti edi. O sinf rahbarimiz Tojiboyev darsi dedi. Eslaysizmi? Mayergalik qator qilib turgizib qo'yganmi? Qator qilib turgizib qo'yib Tojiboyev o'qituvchimiz sinf rahbarimiz qattiq qo'l ayoladi-da, o'zi yaxshi ayol edi. Endi bolalarga qattiq qo'llik qilishga turish kerak-ku. Shunday o'rnidan turdi-da, shunday qilib jurnalni oldi. Qator qilib turgizib ta'sir qilib urib ketdi ya boshimizga hali jurnal bilan. O'zi u ayoldan boshqasi eplolmadi. Eplolmas. Faqat Tojiboyeva desa qaltirab qolardik. Hamma o'shini Tojiboyevani darsida hamma shunday o'tirardi. Tik. Biz endi o'sha kuni nima bo'ldi-yu, nima falokat bosdi, qishda qor o'ynadikmi bilmayman, kechga qolib kirdik darsiga. dedi. Mana shu yerga qator qilib turgizib qo'yibdi, hech esimdan chiqmaydi. Shunaqasiga jurnal bilan solgan esizdami? Aprel oylarida bu yer juda go'zal bo'lib ketardi. Yangi barg chiqarib daraxtlar. O'sha yerda gazet sotadigan joy bor edi. Budka gazet sotadigan. Bu yerda bir yevrey ayol ishlardi. Juda ham malindaqa yaxshi ayol edi. Shunaqa shirin qilib berardi gazvadan olib, yana magazin kirib, bulichkani olib, qator hammamiz haligi rishotkani tepasiga o'tirib olib, o'tgan ketganga gap otib, haligi bulichka bilan gazvadan ichib o'tirardik. U ham bitta davr ekan endi. Hozir unaqa gaz budka nima qiladiganlar yo'q. Undan zo'rlari bo'lishi mumkin, lekin o'sha ta'm yo'q. O'sha ta'm yo'q.
hamma erkaligingiz, tantaligingiz hammasi shu oilaning ichida bo'ladi-da. Bu tashqariga bu narsalar chiqmaydi. Endi hozir shu syomka jarayonida boshqada bu narsalar esimdan chiqib qoldi meni. Esimdan chiqib xuddi o'sha yoshlik vaqtimdagi, bolalik paytimdagi holatlar kelib qoldi menga. To'rtta bo'lsa to'ralasi ham, fe'l-atvori ham to'rt xil. Qilgan ishi ham hamma yo'q to'rt xil bo'ladi-da endi. Endi ularning ichida ham bu ham katta farzand, buniki ajrab turadi. Biz qo'llab-quvvatlar edik, adasi ham, men ham. Endi hamma tomonlama haligi aytgan degan bola bo'lgan. Lekin haligindaqangi ota-onani hurmat qilishdi, nima qilishdi, hamma yo'lda o'rniga qo'yib qo'yadi. Otanikini ham, onanikini ham, oilanikini ham. Hali bir o'yin topadigan joyi yo'q-da, o'yin topadigan joyi yo'q. Yaxshi bolalarni qatoriga qo'shsam bo'laveradigan. San'atkor ko'pincha xohlamaydi farzandini o'zini yo'nalishida davom etishini. Bu borada oilada o'sha yillari qanaqa bahslar bo'lgan? Endi shunaqa vaqtlarida agar ada bunga qarshi bo'lgan. Ada qarshi bo'lib, yo'q, qo'y, sen qilmagin shu kasbni. Men shunga qiyildirgim kelmayapti dedi. Endi yo'l qo'ymadi. Yo'l qo'ymagandan keyin bu aytdiki, yo'q, seni dedi yurist qilaman dedi. Unda ungacha bu ham 10 bitirdi. Uchilishlarni tugatdi, muzikani uchilishlar tugatganda. Tugatgandan keyin ine bu aytdiki, yo'q dada, men dedi san'atkor bo'laman. Men dedi o'zim qiyinchiligimni dedi senga ravo ko'rgim kelmayapti deb unamagan adasi. Unamagandan keyin bu aytdi, mendan yurist chiqmaydi dada dedi. Mendan yurist chiqmaydi degandan keyin o'z holiga tashladi. Mayli dedi, bu san'atkor bo'lsang bo'la qolgan endi deb. Endi ko'p joylarini adasi o'zi baribir yonida bo'lgandan keyin o'zi o'rgatardi. Ko'p narsani bilganlarini bunga berar edi. Endi olganini oladi. Olmagani yo'q. Endi hamma ham bir xilda bo'lib chiqarmaydi-ku. Ashini singari shunaqa yo'nalish bilan borib meni san'atga aylanib ketdi. Buni hamma yo'g'i. Dadam juda ham meni yaxshi ko'rardi. Hamma bolalarni ham yaxshi ko'rardi, lekin qanaqadir menga boshqacha bir mehr ko'rsatardi. Keyin prava olsang dedi, mashina olib beraman o'zingga dedi. Men bir amallab yurib, haligi shoshilib yurib bir qo'shnimiz bor edi, o'tib ketdi endi ular Alloh rahmat qilsin. Juda udda biron ayol edi. Shunga aytib, menga pasport olib bering, men pravaga o'qishim kerak deb 16 yoshimda pasport oldirib turib haligi ayolga. Keyin nimaga borganman? Avtoshkolaga. Borsam, yoshing to'lmaydi, 18 dan o'qishing kerak dedi. Bir amallab yurib haligi odam bilan gaplashib, men palonchini o'g'liman, pistonchini o'g'liman deb yurib, haligi avtoshkolani xo'jayini bilan gaplashib, bir amallab yurib yo'lini qilib prava olganman-da. O'qigani ham bormaganman o'zim. Keyin dadam menga Jiguli mashina olib bergan. Hamma odam ham omadli odamdi. Mana masalan deylik, otasi taniqli bo'lsa yoki bo'lmasam bir omadliroq odam bo'lsa, uni hamma ham suyavermaydi. Bu hayotiy qonunda endi bu. Siz u odamlarga yaxshi gapiring, yaxshi muomalada bo'ling, baribir siz bilan yaxshi gaplashib turib, sezib turasiz. Odamda shunaqa sezgi bo'ladiki, orqadan kim nima qilayotganini ko'rib turadigan sezgi bo'ladi. Undaqa narsalar ko'p bo'lgan. Mana masalan, muzikaning uchilishida ham o'qiganman. Muzikaning uchilishidan haydashib ham yuborgan meni. Keyin o'qituvchilari ikkichi deyishgan. Ikkichi bo'lsa nima bo'pti? Eng muhimi hayotda odam o'zini o'rnini topish. Ikkichilik hech narsani hal qilmaydi. Hamma narsani aql hal qiladi. Shu hayotini ko'p shu eshikda o'tgan. Chayir bola edi bu bola. Bularga abjir deb tushuntirish kerak uni chayirda. Chayirda abjir o'zlari. Abjir bola edi. Yoshligida ham hamma narsaga nimalar hayvonlarga qiziqardi.
shu opa dadasi rahmatlik ota borida kelib shu otlarni minib shu yerda orqasidan yurardi yoshligida. Taqdirimdan minnatdorman. Allohga shukr. Haqiqiy turmush o'rtoq bular. Haqiqiy o'rtog'imiz, do'stimiz. Oilada juda ham mehribonlar, oilaparvarlar. Mana shu uyda xushchaqchaq, hazilkashlar. Rosa ko'nglim oladilar. Shu bilan mana oilada biz 3 ta qiz edik, aka-ukam yo'q edi. Keyin zashitnigim, himoyachim yo'q deyorardi maktabda, boshqa uyga kelib onamga yig'lardim, himoyachim yo'q deb. Shu turmush qurganimizdan keyin endi haqiqiy himoyachi bo'ldilar deb hamma joyda keyin onam aytardilar. Mana haqiqiy himoyachi Oybek, ko'rdingmi deb aytardim. Xudoga shukr. Qayerda bo'lsa shu tarafim olib qo'yadi-da. Qayoqqa borsak, 2 ta. Ikkita. Sharoit yaratadi hamma narsaga. Ko'chada ham, uyda ham, dam olishimga ham, ish qilishimda ham, og'ir ish qilsam, birpas kelib yordam beradilar. Haligi hech o'z holimga qo'yib qo'ymaydilar. Haqiqiy do'stim-da. Xudoga shukr. Men hamma narsa uchun rahmat aytaman bunga. Turmush o'rtog'im bilan, Gulsara bilan bitta maktabda o'qiganmiz. Maktabda o'qiganmiz-u biz to'yimiz bo'lib, turmush qurganimizcha bunga bu e'tibor ham bo'lmagan, boshqa ham bo'lmagan. Turmush o'rtog'i deydi-yu. Biz haqiqatan ham o'rtoqmiz. Biz sirlashamiz bu bilan. Biz dardlashamiz bu bilan. Hamma narsa vaqti kelsa, mana masalan ayam bir narsani menga aytadigan bo'lsa, ayamga yo'q, aya uni unaqa qilib bo'lmaydi desam, bu kirib turib aytadiki, siz noto'g'ri qilyapsiz hozir mana shu narsani. Shuni shu ayam aytgan mana shu narsani qilish kerak. Buni qilmasangiz bu unaqa bo'ladi deb bu yo'l ko'rsatib turadi. Keyin ikkalasini xulosasini taroziga solamanda, to'g'ri keyin baribir o'zimga qaytib kelar ekan shu narsa yana deb turib, keyin bulardan anaqasiga rozi bo'laman. Oybek aka, o'zi umuman insoniyatni eng katta sinovi bu vaqt. Bugun mana shu sinovlar qarshisida vaqtni qanchalik yengyapsiz, orqada qolyapsiz yoki vaqt bilan birgasiz? Bilasizmi? Bir xilga odam aytadiki, kechga qolyapman, ulgurishim kerak, mana uni qilib qolishim kerak, uni qilib qolishim kerak, harakat qilaveradi. Lekin o'shini vaqt kelmaguncha baribir bo'lmaydi. Menda bitta odat borki, faqat vaqtini kutaman o'sha narsani. Mayli, sabrlisiz. Umrim o'tyapti, uni bilaman. Umrim o'tyapti, lekin o'sha narsani o'zini vaqti keladi. Vaqti kelmaguncha haligi ishni qilsam, u chala bo'lib qoladi. Qachonki vaqti, o'shuncha bir xilga paytda ayamam aytadiki, dangasasan sen deydi. Kutib o'tiraverasan deydi bir narsani deydi. To'g'ri kutaman. O'shini vaqti kelish kerak. O'sha vaqtini kutaman. U men necha yosh bo'lishimdan qat'iy nazar, balkim 80 ga kirganimda bitar u narsa, misol uchun. Balkim 60 yoshimda bitar. Endi misol uchun misol keltiryapman-da. Shuni singari har bir narsani vaqtni o'zini hukmiga tashab qo'yaman. Vaqtni o'tishi menga shaxsan men o'zimga qiziq emas. Vaqt o'tishi. Eng kerakligi vaqt o'tsa ham o'sha men ko'zlagan narsa bo'lsa bo'ldi menga. Kuldi bahorimsiz tomonlardan sabo kelgan kuni. Ursoq sabo qanotida dildor navo kelgan kuni. San'atda ham, hayotda ham otangiz Nuriddin Hamroqulov sizni yaxshi ustozingiz va tarbiyachingiz edilar. Ham ota sifatida, ham san'atkor sifatida. Lekin ularning vafotidan keyin otasizlik sizni qanday tarbiyalayapti? Bilasizmi? Bu shunaqa og'ir narsa bo'lar ekan. Bir kun emas, bir kuni shu dadam o'tadi derdim. Bilardingiz. Bilardim, bilaman. Qo'rqardim-da shu narsadan. Dadam o'zi asli 45-yil tug'ilgan. Roppa rosa
78 yoshida o'tdi. Onalarini aytishi bo'yicha shu avgust oyida tug'ilgan ekan. Ko'nglim to'qidi. Chunki uyda otam bor. Otangiz orqangizdagi ko'rinmas tog'da u. Kechasi bilan o'ylab o'yimga yetolmasdim. Keyin o'zimga o'zim aytardimki, mashinasini mana shunaqa qilganimda shu saqlab qolarmidim ekan. Yoki bo'lmasam onani aytganimda mashina qilganda mana shunaqa narsa bo'lmasmidi ekan dadam. Savol kelaveradi endi, miyangizda aylanib yuraveradi narsalar. Keyin chiqib ayamga aytardim, aya, mana shunaqa qilganimizda yaxshi bo'larmidi ekan dadamga. Desam, ayam aytadiki, bu deydi taqdir ilohiy deydi. Uni deydi umr soni deydi Alloh deydi o'sha peshonasiga bitib qo'ygan. Necha yoshida o'tishini. Uni sen o'zgartira olmasding. O'zimga o'zim aytaman. Bu oilani kattasi men. Shu farzandlarimga, nevaralarimga tirgak bo'ladigan darajada maslahat kerak bo'lsa, maslahat beradigan darajada bo'lishim kerak degan tushuncha keyin siz egallab borar ekan. Avval dadam o'tgan vaqtda 54 yosh bo'lsam, 54-53 yoshlarigacha menda unaqa fikr bo'lmagan. Ko'p gaplashib o'tirardik dadam bilan. Kechqurun soat 3 ta yoki 4 da kelsam ham men poylab o'tirgan bo'lardi uxlamasdan. Yoshlar katta bo'lgandan keyin. Ha. Men telefon qilardi, qayerda kelyapsan derdi, shunaqa. Men Jizzaxdaman yoki Sirdaryodaman hozir desam, ha, mana vaqtda uyda bo'lar ekansan. U orientirini biladi-da, endi u ko'p yurgan u yerlarda. Keyin kelsam o'tirgan bo'lardi. Svet yonib bo'lardi uyini, svet. O'lganda ham shunaqangi bo'ldiki, hali soat to'xtab qoladi-yu. Shunday yurayotgan soat shunday qilib to'xtab, xuddi shunaqa bo'ldi-da. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Bir qiylanish yo'q. Bir joyingiz og'riyaptimi desam, o'sha o'lishdan bir kun oldin. Yo'q, hamma yaxshi meni. Faqat quvvat yo'q bo'ldi, quvvat bo'lmadi. Biron joyingiz og'riyaptimi dada desam, yo'q, hamma yo'g'im yaxshi, og'riyotgani yo'q. Mana bunaqa narsa yeysiz, buni qilsam, yo'q, tortmayapti. Ketishda ham mardonavor. Mardonavor ketdi. Shunday kulgan holatida kulib turibdi. Shunday 2 marta davleniyasini o'lchayotganda 2 marta chuqur nafas oldi. Shu ikkinchi nafasda o'sha shunday qilib to'xtadi. Endi demoqchi bo'lgan gapimki, shu aytardi. Nimaga unaqa deysiz? Siz uzoq yashasangiz, biz uzoq yashaymiz. Bizni bag'rimiz butun bo'ladi. Keyin xotirjam bo'lamiz biz dada siz bo'lsangiz. Siz aytasiz-ku, mana anaqa qil, anaqa qil, o'zingni ehtiyot qil deysiz. Siz bizni yonimizda siz bo'lsangiz, biz o'zimizni siz uchun ehtiyot qilishga harakat qilamiz shunda. Desam, endi deydi, hamma narsani deydi tugashi bor. Bu dunyoda deydi hech narsada tugamaydigan narsani o'zi yo'q deydi. Biz insonlarimiz deydi, hattoki deydi has-hashiylar deydi qurib to'kiladi deydi. Shuning uchun deydi, endi deydi ras tugash kerak bo'ladigan bo'lsa deydi, odamni o'ta tentiratmasdan turib, es-hushini joyidaligida, birovga maloli kelmaydigan vaqtda ketgani ma'qul bo'ladi uni deb ko'p gapirardi shuni. Keyin yana bitta narsadan qo'rqardim, bilasizmi? Men safardalik paytimda shunaqa narsa bo'lib qolishidan qo'rqardim. Biron joyga ketganimda yoki bo'lmasa uzoqroq joyda bo'lganimda endi hayolingizga keladi-da endi baribir. Shunaqa holat bo'lib qolishidan qo'rqaman deb yurardim-da. Endi bu ham bir Allohning bir ko'rsatgan inoyatimi bilmayman. O'zimni qo'limda uzildi-da. Olamni saqlay do'stlar, odamni saqlay do'stlar.
ona tilidan tushmas onamni saqlaylik do'stlar ona tilidan tushmas onamni saqlaylik do'stlar. Dadam o'zi yoshligida aytardiki, men 50 yoshgacha qo'shiq aytaman. 50 dan keyin qo'shiq aytmayman. Yoshligidan aytardi shu gapni. Televideniyaga bormay qo'ydi, intervyularga chiqmay qo'ydi, yangi qo'shiqlar yozmay qo'ydi. Bo'ldi, men faoliyatimni to'xtatdim. Mana qancha jurnalistlarga shu gap hammasi biladi. Biz o'zimiz ham so'nggi yillarda harakat qildik, bo'lmadi. Ana shuni singari to'xtatdi-yu, lekin baribir uni chek qo'yib to'xtatib qo'yishni imkoniyati bo'lmadi. Shunday insonlar bo'ladiki, ularga yo'q deb bo'lmaydi. Ularga yo'q ham deb bo'lmaydi. Men bora olmayman ham deb bo'lmaydi, san'atni to'xtatdim ham deb bo'lmaydi. Shu aytildim, o'sha joyga borib, o'sha xizmatini qilib qo'yib ketish kerak. Shunaqa ishlar bo'ldi, o'shanaqa bo'lib yana bir 62, 65, 63 o'sha yoshlargacha shu yuzidan o'tib bo'lmaydigan odamlarni xizmatlarini qilib yurdi borib. Nima uchun shunaqa qilgansiz deb endi bemalol gaplashib o'tiradigan vaqtimizda shuni aytib berganki, bizni yoshligimda katta san'atkorlar ko'rganman. Yosh katta san'atkorlarda qaraganda ham oyoqlari sudralib, bir xilgisi hassada bu qilib to'ylarga borib shu bir ikkita qo'shiq aytib yurganlarini ko'rganman. Doim Xudodan so'raganman, shunaqa bo'lib qolishdan saqlagin. Men shunday qilayki, odamlarda esida shu yoshlik yoshi Chiroyli. yonib ijod qilib yurgan paytim shularni ko'z o'ngida qolsin. Qarigan vaqtim ko'rilmasin bularga. Dadam shunaqa inson edi, Yulduzxon. O'ta madaniyatli odam edi. O'ta madaniyatli, o'ta meddasi to'q, O'zini hurmatini yaxshi biladigan. Shu yoshgacha men bilaman, dadamni hali birorta odam oldini kesib o'tganini bilmayman. Yoki bo'lmasam gapirayotgan gapini bo'lganini bilmayman. Shunaqa hurmatga sazovor, o'zgalarni ham chiroyli hurmatini o'rniga qo'yadigan, o'zini hurmatini ham haligi yerga urdirib qo'ymaydigan inson bo'lgan dadam. Odam baribir o'zini meni bo'lish kerak-da, meni shakllangan bo'lish kerak va o'zini oldida o'zini ham hurmatini bilishi va o'zgalarga ham o'sha hurmatini sezdirishi. Umuman sizni o'zingizni oldingizdagi shaxsiy qadriyatlaringiz haqida so'ramoqchi edim. Boya o'zaro suhbatimizda aytdingiz, ma'lum bir chegaralarim bor o'zim oldimda dedingiz. Bugun ham biz Oybek Hamroqulovni hamma davralarda, hamma sahnalarda va har xil odamlar oldida ko'rurmiz. Mana to'g'ri gapingiz. Men hamma joyga ham bora olmayman Yulduzxon. Menga to'g'ri kelmaydigan, borishimga to'g'ri kelmaydigan joy bo'ladigan bo'lsa, men o'shani pulidan voz kechaman, misol uchun. Nafsoniyat juda ham yuqori darajada turadi bizda. Men dadam ham shunaqa odam edi. Endi baribir qondan o'tganmi bilmayman. Biz ancha-muncha narsani o'zimizni haligi qadriyatimizni, o'zimiz qadr-qimmatimizni oldida uncha-muncha narsadan voz kechaveramiz. Ko'chadagi davralar, ulfatlardan ham uzoq ekansiz ancha. Ulfatim yo'q o'zim. Meni tanishlarim bor, bilishlarim bor. Va ikkita ulfatim bor. 2 dona. Onda sonda haligi birov bilmaydigan joylarga borib zerikib qolsak, o'shalar bilan borib, o'shalar bilan bir ikki og'iz gaplashib o'tirib kelamiz. Do'st faqat ota bilan ona bo'ladi insonga. Yaxshi bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz do'st bo'ladi. Yaxshi chiqsa farzandlaringiz do'st bo'ladi. Undan boshqa do'st bo'lmaydi insonda. O'sha insonni farzandiman deyish ham aslida baxt emas, lekin munosiblik baxt. Endi Otamga o'xshab boryapman deyiladi. Lekin
shunchaki aytish emas, buni his qilish va tashqari tomondan kimnidir his qilishi aslida. Juda to'g'ri gapingiz. Mana shu har kuni ertalab deyman-da endi men man masalan o'zim obedda uyg'onaman. Gapni ochig'ida. Ha, shuning uchun ham syomkamiz tushlikda boshlandi. Shunaqa bo'ldi. Uyg'onib, yuz qo'limni yuvib, albatta dadam uyiga kiraman. Dadam uyiga kirib, dadamga salom beraman. Keyin shu o'zi o'tirgan kreslosiga o'tirib Qur'on tilovat qilaman. Bu haligi xuddi o'sha yerda o'tirgandek tuyuladi sizga nazaringizda. Endi shunaqa eganda hayot endi bu otadan O'lishi meros, lekin shunaqa. Bu haligi aytdingiz, otamdan o'tadi bu narsa degan savol berdingiz hozir. U o'tadi, qondan o'tar ekan, genetikada endi bu. Shu bir xiligi qilayotgan ishlarim, bir xilgi xatti-harakatlarim shunaqa dadamga o'xshaydi, ishonasizmi? O'zim bilmagan holda qilaman haligi narsani. O'sha kresloda o'tirishlari, oyog'ini qanaqa qilib o'tirardi, qo'llari qanday turardi. Shunaqa o'xshaydiki, hayron qolaman. O'zi yuz tuzilishi bunchalik o'xshamaydi. Ha, endi hozir yaqindan beri aytishyaptiki, yuz tuzilishingiz voy rosa dadamga o'xshab qoldi dedi. Ajab sirlar, ajab sirlar, ajab sirlar bormuş subhi saboda. Umr asitarmuş oqar daryodan, oqar daryodan. bugun ko'proq to'ylarda qanday qo'shiqlarga talab bo'lyapti? Shu yo'nalishdagi qo'shiqlar bo'lsa bering deb ko'proq taklif bilan borishadi-da, masalan, kompozitor bo'ladimi yo. Lekin sizni ham bugun to'ylaringiz kam emas, ko'pda. Ijodingizda masalan dikinononay qo'shiqlar bo'lmasa ham. Xudoga shukr qilaman, shunandaqa muxlislarim borligida. To'ylarda qaysi qo'shiqlaringiz ko'p so'rashadi? To'yda endi ochiqini aytishim kerak. To'yda eng ko'p so'raladigan qo'shiqlarimdan bittasi Momoyer. Momoyer juda To'yda qarang, vatan haqidagi qo'shig'i. Momoyerni ko'p so'rashadi. Toshkentda to'ylarda ko'proq haligi Sirojiddin Said she'riga yozgan qo'shig'im bor. Chamandirsan chamandan tashqi. Shuni yaxshi ko'rishadi. Ayollar ko'proq asosan. Va Sohibqironim. Sohibqironi endi hamma joyda aytsangiz u ketaveradi endi. U Komiljon aka rahmatli o'lmas asar yaratib ketgan odam. Mana shuncha yildan beri Komiljon akani o'zini davrida mashhur bo'lgan u qo'shiq. Undan keyin buni qo'shiqlarni mana Bobomurod akamlar aytgan, Alloh rahmat qilsin hammasini. Ulardan keyin men endi bu qo'shiqni men mashhur bo'ladi deb aytgan emasman. O'zingizga yoqqani uchun. O'zimga yoqqan Komiljon akaning qo'shiqlarini yaxshi ko'rardim. Yoshligimda. Bobomurod Hamdamov bilan Komiljon otani yozib qo'shiqlarini juda ko'p eshitardim. Shu mana shu qo'shiqni eshitib qoldim, shu o'rganib to'ylarda aytib yurdim. Keyin bir odam sababchi bo'ldi. Bir Ravshan aka degan akam bor. Shu inson aytdiki, mana shu qo'shiqni yozgan Oybek sendan zo'r chiqyapti dedi. Ya qo'ysangizchi aka dedim, buni dedim aytib dedim. O'rniga qo'yib qo'yishgan desam, sen aytaver dedi, shuni dedi, yozib dedi. Shu boshqacha chiqyapti sendan dedi shu dedi. Haligini gapi bilan, haligi insonning gapi bilan yozdik. Keyin kasetani berdim. Bersam, ertasiga telefon qilyapti. Mana shu qo'shiq deydi, hit bo'lib ketadi, qarab turasan dedi. Endi ko'nglim ko'taryapti dedim-da, rahmat aka. Sizga yoqqan bo'lsa, men xursandman dedim. Desam, yo'q, shu aytki. Haqiqatan ham keyin yozib televizorga berganimizdan keyin bir oylarning ichida butun O'zbekistonda
anaqa sohibqiron bo'lib tarqalib. do'stlar bir dilbari joni jahonim bor mening orazi gul qomati sarviravonim bor mening furqatida ro'zisha bog'u fug'onim bor mening oh kim oshiqda holu notavonim bor mening so'zi ishqida basi dog'im yonim bor mening Men yoshligimda juda ham otlarni yaxshi ko'rardim. Bizni onam otasi ham ot mingan, dadam otasi ham ot mingan. Dadam o'zi ham yoshligida ot minib katta bo'lgan. Shuning uchun men ham shu otlarga juda ham bir mehrim boshqachada qiziqishim. O'zim ham ot boqardim. 3 ta 4 ta otim bor edi. Endi hozir hamma joy nima deydi? Shaharga aylanib ketdi. Ot minadigan joylar qolmadi. O'shuning uchun sharoit yo'qligi uchun mana bir 20 yilcha bo'ldi ot minmaganimga. Endi mashq qilib turmasangiz ozgina odam anaqasi chiqib ketadi. Ot minishdan ham. Agar inson o'z ildizlarini unutsa, ijodi ruhsiz qoladi deyshadi. Juda to'g'ri gapsiz. Bolalik ildizlaringiz sizga haligacha kuch bersa kerak. Hozirgi xotiralaringizdan beradi, kuch beradi. To'g'ri gapingiz Yulduz. Nimaga desangiz, bolalikdagi xotiralar sizni shakllanishingizga yordam beradi. Sizni yuksalishingizga yordam beradi. Agar bolaligida bir esda qolarli narsa bo'lmasa yoki bo'lmasam bir ta'sirotga ega narsalar bo'lmasa, unaqa odam rivojlanish qiyin bo'ladi. Ayami otalarini oti bo'lardi. Shu otni baylab qo'yardi tutga. Tutga baylab qo'yardi, haligi tutdan yechib otni minib olib qochib chiqib ketardik bolaligimizda. O'shani singari bir vaqtlar dadam ham shunaqa qilgan ekan. Shu 10 yashar vaqtlarda otasi kelib otni tutga ilib qo'yar ekanda, bo'yi yetmas ekan. Tutni tepasiga chiqib, ot anaqasini chiqarib turib, otga sakrab chiqib, minib qochib chiqib ketar ekan. Bu endi hali siz bilan gaplashganimizdek gendan o'tadi shekilli bu narsalar hammasi. Siz tug'ilgan yurt, siz tug'ilgan tuproq oldidagi ma'naviy qarzingizni qanchalik his qilasiz? Ham farzand sifatida, ham san'atkor sifatida. Endi buni qarzini uzib bo'lmaydi Yulduz. Yo bismillah. Voy janavar. Endi uni qarzini uzib ham bo'lmaydi. Uni ado etib ham bo'lmaydi, uni tagiga yetib ham bo'lmaydi. Chunki bu narsalar bolaligingizdan siz bilan birga tug'ildi, u siz bilan birga ketadi. Oybek aka, bu xotiralaringizni eshitib va siz tug'ilgan, katta bo'lgan joylarga kelib turib, momo yer bekorga yaralmaganiga yana bir marta amin bo'ldim. Maysalaring shivirladi, tizlari cho'kdim, quloq berdim. Bilmay bosib chumolini gunohimga so'roq berdim. Vatanni deb so'rganlarga bir kaftgina tuproq berdim. Har bitta san'atkor repertuarda bor deyarli vatan haqida. O'zbekiston, ona vatanim, ona yurtim, O'zbekistonim deydi, lekin momo yer faqat sizda. Bu qo'shiqni tarixi ham masalan o'ziga xos bo'lsa kerak. O'zbekiston xalq shoiri Mahmud Toyir so'zi bilan adashmasam. Mahmud akaning she'ri. Bir kuni bitta kitob berdi Mahmud aka menga. Shu kitobning ichidan o'sha she'r topib oldim. Qarasam, ohang kelyapti. Ohang kelyapti, ma'no, voqelik hammasi juda chiroyli kelganda. Qarang, shamollarni shokilasi, daraxtlarni bo'ynidadir. Tog'lar toshin dil izhori, irmoqlarni o'yinidadir. Raqsga tushib keladi irmoqlar. Ko'zim oldidan kelyapti-da endi haligi narsalar. Keyin yana bu yerda asosan o'sha yer, momo yer, ona yer, sizni tug'ilib o'sgan joyingiz, kindik qoningiz to'kilgan joy. Keyin
mana masalan mabodo senga savol berib qolib nima o'zi vatan desa, shunda bir tuproqni olginda shuni bergin. Mana vatan shu. Keyin unda o'sgan daraxtlarda vaqti kelib hamma tirik jon ham o'ladi. Vaqti kelib o'zingga qaytadi, yana senga ko'miladi, yana chirib yo'q bo'lib ketadi o'zingning bag'ringda. Chimdimgina tuprog'idan qaldirg'och beshik beladi. Qarang, qaldirg'och shu borib, o'shandan shunday loyda olib in quradi. Shu vatanni tuprog'idan olib biz endi bizni vatanimizda ham shu ahvol, Hindistonda ham shu ahvol, Yaponiyada ham shu ahvol, hammasiniki tuprog'i o'zini joyi, bo'lmasa tuproq hamma joyda bir xil, lekin o'zini chegarasining ichidagi tuproq u insonga boshqacha bo'lgani uchun qarasam shunaqa. Keyin qo'shiq qildimda, yo'ni xuddi o'sha yo'l. Keyin albatta qo'shiqlarimni dadamga olib kelib eshitirarim, yangi qilgan qo'shiqlarimni. Bu usulini dedi o'zgartirish kerak dedi. Usulini o'zgartirish kerak dedi. Keyin dedi, haligi bilmay bosib chumolani gunohimga so'roq berdim degan so'zni naqorat qilish kerak dedi. Shunda dedi qo'shiq dedi ochiladi dedi. Shu dadam aytgandek qildim, keyin borib yozdim. Keyin u ham ana bo'lib ketib qoldi. Hit bo'lib ketib qoldi. Ja mashhur bo'lib ketib qoldi. Qayerga borsa chumol. Odamlar endi momoyer deyishmaydi uni, chumoli deyishadi. Chumolini aytib bering, chumolini bu. Chumolini bilmay bosib gunohimga so'roq berdim. Bugun ham shu gunohlaringiz oldida so'rovlaringiz, so'roqlaringiz bormi? Bizni qilgan gunohlarimiz ko'p. Yoshligida bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimiz bor. O'sha qilgan xatolardan to'g'ri. Afsuslanaman. Aytish mumkin bo'lganlari bormi? Aytish bu, yo'q, endi kimgadir bu dars bo'lsa. Yoshlik vaqtimda qilish kerak bo'lgan narsalarda qilmaganlarim xato. Lekin hayotda shu darajaga kelganimdan, hayotda hozirgi tutayotgan yo'limdan, hayotimdan 1000% roziman. Xursandman, roziman. Shunaqa hayotda agar yana imkoniyat bo'lib taqdirda endi shunaqa deb o'ylaysiz endi odam endi shunaqa imkoniyat berilganda deysiz, masalan deydi, mana xatolarni qilmagan bo'lardim, mana takrorlamagan bo'lardim deysiz. O'sha xatolar bilan ham yana qayta tug'ilib xuddi shu kunlar dunyoga kelish imkoniyati bo'lganda xuddi shu otadan tug'ilishdi. Xuddi shu oilada voyaga yetish katta bo'lishdi, yetib. Xuddi shunday hozirgi holatimdagi narsalarni Allohdan so'ragan bo'lardim. Qayta va qayta so'ragan bo'lardim shu hayotimni. Boshqachasini men ochig'ini aytganda tasavvur ham qila olmayman. Va buni xohlamaysiz? Xohlamayman. Chunki menga bundan ortiq baxtni keragi yo'q. Eğil senin salabatingden min bir türfata fatingden ay günlerge malamatingden yaşar buldum yüreğim yanıp yerge tekken küreğim yanıp kelerim ağrıp dil yorar bu kiçireygen cüssem yalvarar bu yağdıya şaşmay tür yil bağrı bütün çağımday tür yil bu yağdıya şaşmay tür yil bağrı bütün çağımday tür yil